Tasavvur qiling, eng dahshatli tushlaringiz qorong'ulikda yashiringan maxluq emas, balki siz sevgan, tanigan odam bo'lib chiqadi. Ammo u endi o'sha odam emas. U zamburug' tomonidan boshqarilmoqda va mutlaqo boshqa narsaga aylangan. Bu The Last of Us olamining haqiqatidir. Bu yerda zararlanganlar oddiy zombi emas, har biri bir hikoya. Har biri ularning qancha azob chekkanini, zamburug' qanchalik ularning insoniyligini buzganini aks ettiradi. Har o'tgan kun bilan infeksiya aqlli, kuchli va dahshatli tus oladi. Keling, bu qorong'u evolyutsiyani bosqichma-bosqich kuzataylik. Infeksiyalanganlar bilan tanishamiz. Videoni boshlashimizdan oldin ogohlantirib o'taman, bu videoda hech qanday spoilerlar yo'q. Ya'ni siz bu videoni to'liq ko'rishingiz mumkin. Bu videoda shu Last of Us olamidagi zombilar haqida ma'lumot berib o'taman. Last of Us serialining ikkinchi sezonini rus va ingliz tillarida va o'zbekcha subtitrda ITVda o'zim shaxsan tomosha qildim. Birinchi sezoni esa to'liq dublyajda ITVda o'zbek tilida mavjud. Balki kutib qolamiz, ITV ikkinchi sezonni ham dublyaj qiladi yoki boshqa studiyalar. Hammasi Cordyceps bilan boshlanadi. Bu haqiqiy hayotdagi parazit zamburug'. The Last of Us bu zamburug'ni global falokatga aylantiradi. HBO serialda u global harorat oshgandan keyin mutatsiyaga uchraydi va odamlarni ham zararlashga qodir bo'ladi. Avvallari faqat hasharotlarda uchragan bu zamburug' endi insonlarga ham o'tadi. Sporalar tendril bilan almashadi. Ular esa yer ostida butun zararlanganlarni tarmoq orqali bog'lab turadi. Zamburug' bilan qoplangan yerdagi bitta noto'g'ri qadam hatto kilometr naridagi infeksiyalanganlarni ham uyg'otishi mumkin. Cordyceps o'zimizning real hayotimizda ham mavjud va men birinchi sezondan keyin qanday qilib shu Cordyceps hasharotlarni egallab olishini YouTubedan qidirganman va juda ham ko'plab videolar mavjud. Bu haqda Cordyceps shu hasharotlarning asab tizimini egallab, ularni boshqarish haqida va bir qancha podkastlar ham mavjud. Haqiqiy shu olimlar olib kelinib, ularga savollar, shu odamlarda rivojlanishi mumkinmi yoki yo'qmi degan savollar ham bor. Albatta bu o'zbek segmentda emas, o'zbek kontentda emas, albatta ingliz yoki rus kontentlarida bemalol bu haqda ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Agarda siz The Last of Us'ning haqiqiy fanati bo'lsangiz, bu narsalar ham sizga albatta qiziq bo'ladi. Last of Us olamidagi asosiy zombilar 4 turga bo'linadi. Ulardan eng osoni va birinchisi bu runners, ya'ni yuguruvchilar. Bu infeksiyaga chalingandan 1-2 kun o'tgan odamlardir. Ularning insoniyligi hali yo'qolmagan. Bu esa ularning azobini yanada og'irlashtiradi. Ularning yuzlarida, qichqiriqlarida bu azobni ko'rish mumkin. Tez, tartibsiz harakat qiladilar va guruh bo'lib hujum qilishadi. Runners derazadan o'zini tashlashi yoki zinadan yiqilishga tayyor turadi. Ularni faqat izni tutib olish qiziqtiradi. Ammo ularni o'ldirish eng osoni. Bir necha haftadan so'ng infeksiya kuchayadi. U paytda ikkinchi toifa stalkerslar paydo bo'ladi. Ular runnerslardan yuqoriroq o'rinda joylashgan. Ammo zombilar vaqt o'tgani sari faqat jismoniy jihatdan emas, aqlan jihatdan ham o'sib bormoqda. Yuqorida aytganimdek, ikkinchi faslda Ellie stalker bilan to'qnashadi. Birinchi faslda Bostondagi muzeyda ham Tezis Cordyceps ildizini bosib olgani uchun uning atrofidagi barcha zombilarni uyg'otib yuboradi. Zamburug' tanalardan o'sib chiqadi, shakllarini buzadi. Ba'zilari devorlar ichida yashirinadi yoki sukunatda o'ljasini kutib turishadi. Ikkinchi faslda Ellie bitta stalker bilan to'qnashadi. Stalker reja tuzadi, strategiya qiladi. Bu juda aniq harakat qiluvchi yirtqich. Bu stalkerlar aqlliroq bo'lib bormoqda. Endi ular faqat runnerslar kabi reaksiya qilmaydi, o'ylashni boshladi. Infeksiya 1 yil davom etsa, 3-toifa klikkerslar, ya'ni kliklovchilar paydo bo'ladi. Ular ko'r, lekin klik orqali joylashuvni aniqlaydi. Boshlari yorilib, zamburug' o'smasi qalqon bo'lib qoladi. Klikkersni o'ldirish uchun boshiga 6-7 marta o'q uzish kerak. Ularning chiqargan tovushi hatto tajribali tirik qoluvchilarni ham qo'rqitib qo'yadi. Ammo infeksiya bu bilan tugamaydi. Agar host, ya'ni odam tirik qolaversa, u 10 yil ichida bloaterga aylanadi. Ular yuruvchi tanklarga o'xshaydi, qalin zamburug' qatlamlari bilan qoplangan tanalari bo'ladi. Olov ularni sekinlashtiradi, lekin to'xtata olmaydi. Serialda Bloater Jacksonni himoya qilayotgan Tommyni ancha qiynaydi. Shundan so'ng Shambler paydo bo'ladi. Bu Bloaterning nam hududlaridagi mutatsiyasi. Ular kamroq zirhli, ammo havoga kislotali gaz otiladi. Serialda ular hali ko'rsatilmagan, lekin o'yinning The Last of Us'ning ikkinchi partida mavjud. Bu Cordyceps zamburug'ining turli muhitlariga qanday moslasha olishini ko'rsatadi. Va nihoyat eng dahshatlisi Ratking. Ratking bu yagona infeksiyalangan emas, bu bir nechta infeksiyalanganlarning birikmasi. Bloater, klikker va stalker bu bitta tanaga aylangan va 20 yildan ortiq infeksiyadan so'ng bu mavjudot Seattle kasalxonasining yer ostida paydo bo'ladi. U devorlarni yorib o'ta oladi, o'z tanasining qismlarini qurolga aylantira oladi va o'ldirish o'yindagi eng qiyin bo'lgan zombilardan biri. Infeksiya Har bir zombi bu infeksiyalangan odamning vaqt belgisini ko'rsatadi. Qanchalik ko'p azob cheksa, shunchalik dahshatli tus oladi.
Albatta bunday misollar juda ham ko'p, lekin ularning ko'pi serialni spoiler qilishga kirib qolganligi uchun albatta tahlil videolarimizda bu haqda gaplashib o'tamiz. Agarda sizda ham qanaqadir savol yoki fikrlaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta har biriga javob berishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.